har kuni quyosh yerga millionlab megawatt energiya yuboradi. Biz esa bu kuchning faqat kichkina qismini ishlatamiz. Quyosh bu hayotning manbai, issiqlik, yorug'lik va cheksiz energiya demakdir. Lekin shu qudratli energiyani biz qanday ishlatamiz? Bizga elektrsiz hayotni tasavvur qilish qiyin. Telefon, chiroq, televizor, hatto suv nasosi ham elektrga bog'liq. Ammo bu energiyaning ko'p qismi hali ham yoqilg'idan olinadi. Bu esa tabiatga zarar, havoga tutun va har oyda to'lov degani. Shunda savol tug'iladi. Elektrni toza va tejamli yo'l bilan olish mumkinmi? Javob: ha. Quyosh panellari bu quyosh nurlarini elektr energiyasiga aylantiruvchi zamonaviy texnologiya. Quyosh paneli deganda ko'pchilik shunchaki qora plastinkani ko'radi. Lekin aslida bu kichkina elektr zavodi. Quyosh nuri panel yuzasiga tushadi, u yerdagi fotoelementlar nurni elektrga aylantiradi. Shu orqali sizning uyingiz, chiroqlaringiz, hattoki telefoningiz ham quyosh energiyasi bilan ishlashi mumkin. Eng zo'ri, bu energiya toza, bepul va tugamaydigan manba. Quyosh paneli bu shunchaki qurilma emas, bu kelajak hayotingizning boshlanishi. Solar Eco Panels siz uchun xizmat qiladi.